mingcha bu qilganim 1 yuan pulni oldidan 2 qo'y qilish o'rgansa minglar qilib bo'ladi. Agar 1 qo'y pul bor odam hozir ardochoni chaqmoqchini piyod bo'lsa, ani yiroq emas. 1 qo'ylik top mal olsa, mana shu 1 qo'y 2 qo'y qilib og'ilib bo'ladi. 1 qo'y sinatmoqsa, 1 qo'yni 1 kuni 2 qo'y qila olsa, bir 10 qo'y mablag' qilib Tipadan topluq bazar 10 qo'ylik mal ekip onu satib 20 qo'y qila olsa, menimcha bu odam 1 yil ichida 100 ming qo'ylik bir mablag' sog'ib qilish mumkin. Andaki mustaqil bir şirket kurup, bir qancha adam yollab ketib, tijoratda ham kengaysa, tarmoqlarni qilib olsa, menimcha bu uzoq qolmayla bu cho'ng bir qatman. Mening gapim bu shahar tugidi. Qadimlarga ko'pdan ko'p rahmat.